Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va tomoshabinlar. Mana biz ko'rib turganlaringdek ishxonamizdan 3 ga 4 razmerlar lak sepish jarayonida edi. Bitta obzor qilib qo'y dedim. Sababi buni yopuv joyimiz sexga nariga sexga tahlasak, joyni juda katta egallab yoradi. Shuning uchun ish jarayonidan bo'lsa ham ko'rsatib qo'yapman. Narx-navolar bilan tanishtirib boraman hozir. Hurmatli obunachilar, 3 ga 4 aturgul fasonlarimizni ko'rishlaring mumkin. Hozir bu ikkinchi sloy lak urildi, yana uchinchi sloy uriladi. Bir qator ko'rsatib qo'ysam, har xil fasonda, har xil dizaynerda bor. Mana kimga qanaqasi desa, eng gigant so'ri 3 ga 4 razmerlar bular. Solqindan ko'rsataman yaxshilab. Pullarini qaranglar, bay. 3 ga 4 gigant razmerlarimiz, aturgul fason ko'rishlaring mumkin. Xo'p, narx-navolari qanaqa bo'lyapti deganlar uchun 3 ga 4 razmerlarimiz, bu aturgul fasonimiz jinday qimmatroq yuradi. Bularimizni narxi 10.500.000 so'mdan 12 ta viloyat dastavkasi bor. Xudo xolasa aloqaga chiqilaveradi. Xo'p, mana bu yerda bunaqa gullari bor. Hammasi 3 ga 4 razmer. Mana bu yerda esa tozalab gulligi bor. Buni narxi 9.500.000 so'm. Bu yarim tayyor holati. Bu hali jilvir zamaska lak shunaqa narsalari bo'ladi, chiroyli holatda bo'ladi. Bitganning rasmini tashab berilaveradi. Mana bu yerda esa sal arzonrog'i bor. 8.500.000 so'mga chuqur soyozligi bor mana. Shunday. Bir 3 xilmi 4 xil ko'rinishda bor. Bular hammasi 3 ga 4 sexdan promoy obzor qilyapman. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana xudo xolasa erta o'tib indinga tayyor bo'ladi bularimiz. Bizni qaydan kim kuzatayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Bir qator obzor qilib qo'yay dedim. Sexni o'zidan ham barcha turdagi razmerlar bor, xudo xolasa. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa aytaverasizlar. Shunday, Nukusdan, Qoraqalpoqdan so'rab turganlar bor edi. Videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, boshqa dizayner yo'qmi dedingiz, mana aloqaga chiqaverasiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Shunday. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib, kommentda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishlaringizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.